Endi bugungi mavzumiz sotuv psixologiyasi. Hech shu terminni kimdir eshitganmi? Eshitgan. Chunki sotuv ham yangilik emas, psixologiya ham yangilik emas. Ha? Ikkalasi bitta joydan chiqyapti. Bu ham yangilik emas. Ha? Xo'p, kim qanday tushunchada? Qani bugungi mavzumizda nima deb o'ylaysizlar? Sotuv psixologiyasi haqida. Yangilik bormi? Sizlarda nimani fikr? Mayli, xato bo'lsa aytavering. Ha, mayli. Ha. Ha. To'ppa-to'g'ri. Psixologlar gaplashadi-ku. Gaplashishdi. Ha. Gaplashgandan keyin biladi nima kerakligini, keyin biladi. Zo'r. Gaplash. Yaxshi. Asosi gaplashish, suhbat o'tkazish. Malades. Yaxshi. Eshikda ko'rsatdingiz. Yaxshi. Yo'l tanladingiz. Xo'p, yana kimdir to'ldiradimi? Yana yoki boshqa fikrlar bilan. Mayli. Qanaqa fikr bo'lsa ham. Mijozda analiz qilish ham tahlili. tinglash kerak. Tinglash, to'ppa-to'g'ri, tinglash kerak. Bekorga ikkita emasda quloq. Yaxshi. Ikkitaligi 100 deb oladigan bo'lsangiz, ha, odamning imkoniyati. 3 ga bo'lamiz. Ikkita quloq, bitta og'izga bo'lsak, nechadan tushadi? 33 dan tushadi. Og'izga 33 olsak, quloqqa necha qoladi? 66, 70. Misol deylik, 66, 70. Qani, sotuv psixologiyasida shu qonun bor ekan. 70 ga 30 degan. 30% gapir, 70% eshit. Kamroq gapir, ko'proq eshit. Ha. Demak, biz sotuvda muvaffaqiyatga erishishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ko'proq eshitishimiz kerak ekan. Demak, 70% mijoz gapirsin. Mijoz. 30% sotuvchi. Unga qarab keyin aytgan gaplari analiz qilish kerak. Ha. Agar uni almashib qolsam bo'ladi. Mijoz qaror qabul qila olmaydi. Ma'lumot bilan to'lib qoladi-da. Qaror qabul fokus yo'qotib qo'yadi. Qani o'ylab ko'ramiz. Asablab bitta ko'raylikchi, boshqa joyda ham tayyorlanib ko'raylik. U gapini o'zi nima degani? U gapini o'zi men olmayman deb qog'ozga o'ralgan variant. Ha. Uydagilar maslahatlash kerak deydi. Xotinim bilan maslahatlashay yoki buvim bilan, xolam bilan, yoki kim bilan ketdi-da, mijoz qaytmaydi. 95% qaytmaydi. Biroz sizni ko'nglingiz ortmasligi uchun shu so'zlardan foydalangan. Demak, qaysi amal 70 ga 30 qonuniga amal qilishimiz kerak. 70% eshitishimiz kerak. Xo'p, 70% ga chiqish uchun nima qilish kerak degan endi savol turibdi. Qanaqa 70% ga olib chiqib olamiz? Birinchi mijozni gapirtirish uchun uni nima qilish kerak? Emotsional xursand qilishimiz kerak. Odam ikkita holatda unaqasi oshadi, e'tibor oshadi. Birinchisi ismini eshitganda. Ismini eshitsa har doim shub qaraydi. Ha, o'zingiz ham shunaqami? Ha? Ayibxon, sen ko'zingiz ochiladi. Misol uchun. Xuddi shunaqada odam ismini eshitganda sirasi qaraydi. Va xursand bo'ladi. Odam eng yaxshi ko'rgan so'zi o'zini ismi. Har doim. Shuning uchun harakat qilish kerak, maksimal darajada mijozni ismi bilan nima qilishga, chaqirishga. Agar mijozni ismini taniysiz, boshqa sotuvchi tanimaydi. Tanigan odam borsin iloji boricha, ha, ismini yoki aytib qo'ysin, ismi palonchi. Iloji boricha CRM kuchli bo'lish kerak-da. Endi programma bo'lmagandan keyin CRM program. Sirazi ismi unaqa bo'lish kerak o'zi. Unaqa tushish kerak. Ha, yo'q, so'rasa, вообще zo'r. Ha? Aka, meni ismim palonchi. Akajon ismingizmi? Ha, bo'ldi. Ahmadjon. Ag'i ismi. Demak, ism ekan. Birinchi o'sha oladigan narsa odam ismi. Chunki bu emotsional o'zi nima bo'lishni boshlaydi. Yaqinlashni boshlaydi, ha. Demak, ism bitta fishka.
Ikkinchi fishka odam qulog'i ikkita qulog'i ochiladi qachonki qaysi holatda narxni eshitgan holatda. Ha? Biza mana shu narxi deganingiz o'zi jimjit bo'lib qoladi-da, u ham ortiqcha harakat qilmaydi. Eshitish, ya'ni ikkala qulog'i ham eshitadi. Xo'p, mana shu ikkita holatda sotuvchi ushlash kerak. Shu ikkita holatda foydalanib olish kerak. Narx aytish holatda ham. Uni qanday aytishda hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mijoz keldi. Shu assalomu alaykum, shu chiroyli bunaqa ismini olib, ismi bilan murojaat qilinadi. Va birinchi umumiy savol beriladi. Umumiy savol. Akajon, nimalar qidiryapsiz? Nimalar kerak? O'zi nima? Degan ma'noda. Umumiy savol. Ya'ni individual savol berishingiz yoki professional savol berishingiz unga og'irlik qiladi. Boshida yengil savol berish kerak. Yengil, o'ta yengil va umumiy bo'lishi kerak. Savol beriladi. U aytishni boshlaydi. Bunaqangi. Raz oldingizda, endi siz institutsional savol berasiz. Xo'p, akajon, qanaqasidan? Bunaqasidan. Ha? Endi sal murakkabroq savol berasiz, uni ichidagi aynan o'sha nima xohlab turganini bilib olasiz. Lekin birinchi bo'lib nima xohlab turganini ichidan sug'urib olishingiz shart emas. U unga bosim bo'lib qoladi. O'sha u menga sotishga harakat qilyapti, deydi-da, o'sha bunaqaga o'tishni boshlaydi. Immunitetga o'tadi-da, o'sha himoyalanishni boshlaydi. Shuning uchun birinchidan umumiy savol bilan sal o'zingizga adaptatsiya moslashtirib olib turib, gapirib turganda o'sha siz gapidan ikkinchi murakkab savolga o'tishingiz mumkin. U aytadi, bunaqangi deb ikkinchi savolingizga ham javob beradi. Xo'p, siz umuman shoshmaysiz. Sotishga hech qachon shoshmaslik kerak. Iloji boricha mijozni muammosini hal qilishga harakat qilish kerak. Sotishga bosim qilmaslik kerak. O'zi sotishga bosim qiladigan yo'nalish o'zi boshqa yo'nalishlar. Umuman ularda izlanadigan boshqa yo'nalishlar bor. Misol uchun sizdan boshqa odam sotmaganda sotuvga bosim qilishingiz mumkin. Majburiy bo'lgan. Majburiy bo'lganda bosim qilishingiz mumkin, misol uchun. Yutqizmaysiz shunda-da, baribir. Lekin konkurensiya kuchli bo'lganda qandaydir bosim qilmaslik kerak. Bu bo'lmasa boshqasi degan fikr kelib qolishi mumkin. Unga yordam berishingiz kerak. Birinchi o'rinda sotuvchining vazifasi mahsulotni sotish emas, mijozga yordam berish. Maslahat va qaror qilishiga yordam berish kerak. Qaroriga yordam berish kerak. Ya'ni mijoz tomonga o'tib olishingiz kerak. Mijozni yo'parasida emas, mijoz bo'lsa yonida turishingiz kerak. Yoki maslahatchi bo'lib-da. Misol uchun ko'rgansiz, do'konga kishi keladi, bittasi oladi, bittasi oldi maslahatchi. Kimga gapi kiradi? Oldidagi gapi kiradi. Bundan olgan desa, oladi. Sotuvchi gapi kirmaydi. Nimaga ishonmaydi, bilmayman. Sotadi deb o'ylagan uchun kirmaydimi? Lekin men oldimda kim bilan kirsam, maslahat berib turaman, oladi, misol uchun-da. Hokazo, oladi-da baribir. Demak, xuddi oldidagi do'sti qanaqangi funksiyani bajarsa, siz ham xuddi shu funksiyani bajarishga o'tishingiz kerak. Sotuvchi bo'lib emas, o'zi maslahatchi, konsultantsiya. Bo'ldi. Xo'p, demak konsultatsiya. Faqat sotuvchilar konsultatsiyani berishga harakat qilish. Yana bir qoida har doim mijozni millioner deb nima qilish kerak? Tasavvur qilish kerak. Millioner. Bu puli yo'q, buni olmaydi, bunga kerak emas. Turishidan olmayganga o'xshayapti, juda gap cho'zayapti, unaqa qilyapti. Yo'q, bizning haqqimiz yo'q. Mijozni ustidan qaror chiqarish, yo mijozni o'rniga qaror chiqarishga bizning haqqimiz yo'q. U millioner. Puli bor, zodagon, zo'r, mani mijozim bo'ladi. Inshaalloh, niyat. Agar uni turishiga qarab, so'roviga qarab, bunaqasiga qarab, sразу funksiyani o'zgartirsangiz, bu xolislik ham bo'lmaydi. Niyatda ham buzilish bo'ladi. Hurmatsizlik bo'ladi. O'zi agar sezib qolsa negativ harakatni, bo'ldi, u to'xtaydi hamma narsada. Bo'ldi, u millioner, har doim millioner siz uchun. Puli bor. Qalban nima qilavering unga? Mayli olmasa ham, olmayman desin, mayli. Lekin qalban unga millioner deb baho beravering. Bo'ldi. Demak, mijoz biz uchun har doim millioner bo'lishi kerak. Bilmaymiz-da. Misol uchun, baribir ham. Xo'p, demak, mijozni har doim millioner deb narx aytishda ham, buni puli yetmaydi shekilli deb arzon narsa ko'rsatmang, misol uchun. Millionermi? Bo'ldi, ko'rsating, qimmatini ham. U, mayli millioner deb o'ylayapti shekilli. Deydi, balki olsam ikkita. Misol uchun-da, millioner bo'lmasa. Arzon narsa ko'rsatyapti yoki millioner bo'lsa, menga arzon narsa ko'rsatyaptimi deb xafa ham bo'lib qolishi mumkin.
Shuning uchun hech qachon past sanamaslik kerak mijozni toifasini. Har qanday toifa kirishdan qat'iy nazar u millioner. Xo'p. Yana men fikrlarimni yozib olgandim. Xo'p. Savol berishda bosqichma-bosqich ketyapmiz, murakkab savolni berdik. Undan keyin muammo yaratishimiz kerak. Ya'ni mijozni xarid qilishdagi yo qarorida muammoni yaratishimiz kerak. Akajon, nimalar qilib ko'rdik shu paytgacha o'zi? Hamma narsa. Ya'ni muammoni uyg'oting. Unga mana shu narsa olish kerak. Ya'ni muammo paydo bo'lishi kerak. Odamda muammo paydo bo'lsagina u xarid qiladi. Muammoni yaratish kerak. Qanday yaratish kerak? Savollar berib. Nima qilib ko'rdik shu paytgacha shu ishni qilganini? Bunaqa suv ko'p qo'shib oldim yoki bunaqa qildim. O'shaning uchun bundan natija erishmagansiz-da. Ha. Muammo paydo bo'lsin unda. Savolingiz ichida muammo paydo bo'ladigan savol berishingiz kerak. U muammoning kattaligini bilgandan keyin endi gapirishni boshlaydi. Sizga. Gapirish boshlaydi. Shu muammosini ustida gapirishni boshlaydi. Muammo o'rgansan, gapirishni boshlaydi. Siz endi shu gapidan terasizda sekin yechim berishga o'tasiz. Muammosiga. Aka, shu paytgacha shuni qilsiz, buni ko'rdingiz natijani. Endi bunaqangi yechimi bor. Bunaqangi narsalar qo'shsangiz yoki bunaqangi narsalar olsangiz, bunaqangi qilsangiz, bunaqangi bo'ladi endi. Demak, muammoga nima qilishni boshlash kerak? Sekin yechim berishni boshlash. Lekin mijoz gapirishi shart. Mijozni gapirmasdan unga muammoni paydo qilib, muammoga o'zingiz yechim berib, o'zingiz programmangiz bo'yicha ketmasin. Albatta mijozda nima olish kerak? Javob olish shart. Gapirish shart. Xo'p. Yana nima qilish mumkin? Muammoni yana ham kattalashtirish kerak. Agar qo'lingizdan kelsa. Qaysidir noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, aka mana ishda noto'g'ri qilgansiz. O'shaning uchun ana shunday bo'lib ketdi. deb qandaydir muammoni yana ham yiriklashish. U o'zi gipnoz holatga tushadi-da, o'ttaligi ovqat tugab qolsa yuguramiz-ku. Hali osh tugab tursa, davay tugab bo'lmas deysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa bo'lish kerak-da. Ya'ni qaror qabul qilishi tezlashadi. Muammo kattalashgan sayin. Xo'p. Endi hech qachon mijozning shaxsiyatiga negativ fikr bildirmaslik kerak. U ketgandan keyin ham. Misol uchun mijoz bir soat aylandida, aboyda razat tusolga tutib ketdi. Omadi ya, shuncha vaqtim oldi. Deyish ham noto'g'ri. Nimaga? Siz tilingizni shunga o'rgatadi. Mana shu narsa negativ fikrlashni o'rgatadi sizni. Ya'ni odam parhez qilish kerak nimadan? Negativ fikrlar gapirishdan. Mijoz yo'parasida bo'lsin, mijoz ketgandan keyin bo'lsin. Ketsangiz ham baribir shu negativ chiqadi, shunga gapirsa, negativ so'z iloji boricha sotuvchining og'zidan chiqmasa kerak. Nimaga? U odatlanib qoladi-da negativ. Mijozga aytib qo'yish mumkin, ketgandan keyin aytib qo'yish mumkin, uyda ham aytib qo'yish, hamma joyda aytib qo'yish mumkin. Mijoz ketdimi, unga qarshi negativ ham bo'lmasligi kerak. Shuncha mehnat qilib ko'rsatdim, olmaydigan bir tiyinaganim. Shuncha mehnat demaslik kerak. Negativ so'z chiqmasligi kerak. Parhez qilish kerak. Nimaga? Odatga tushib savdodan aytib qo'yishingiz mumkin-da. Bilib turib qo'yishingiz mumkin umuman. Negativni o'zi hamma uchun bu sotuv uchun emas. Bu shaxsiy rivojlanish o'zi aslida. Bu negativ so'zni bunaqamizdan, lug'atimizdan chiqarib olishimiz kerak. Lug'atimizdan chiqarib olgan negativ so'z bizni so'z boyligimiz kamaytirib qo'ymaydi. To'g'rimi? Umuman negativ so'zlardan nima qilish kerak? Uzoqlashishimiz kerak. Ayniqsa sotuvchi, ayniqsa. Son. O'zi hayotda endi 100% kerak. Lekin ayniqsa sotuvchi. Xo'p. Demak, parhez qilamiz. Negativ so'zlarni. Hamma. Qani bir kun o'zlaring uchun nima qilib ko'ringlar. Nima deydi? Bir kun parhez qilib ko'ringlar-chi. 24 soat. Umuman negativ so'zlarni. G'iybat u ancha unaqa. Keling. G'iybat u boshqa narsa, u individual, u kirib borish. To'g'ri, g'iybatdan boshlanib qoladi. Umuman negativ so'z ishlatish
sotuvchini bunaqasi kasbidan emas. Bir kun odat qilish kerak odam. Qarang, men negativ so'zlardan saqlanyapmanmi? 24 soat qarang. Farqingiz negativdan. Ancha katta samara beradi. Ancha. Xo'p. Yana nima? Ana endi narxga keldik. Narx. Eng kulminatsion nuqtasi narxdagi mijoz oladigan unaqa emotsiya. Ha? Narxda hech qachon tars etib aytmaslik kerak. Misol uchun 250 ming deb aytmaslik kerak. Men sizga narxini aytadigan bo'lsam, buni degan qisqacha so'z bilan boshlaysizlar. Ozgina o'sha mahsulotni eng afzal tomonini aytasizda. Eng afzal tomonini aytib turib, ha? Endi sizlar bilasizlar endi mahsulotlarni. Misol uchun men o'zimgina bilaman, nima mahsulotlar bo'lsa, afzal tomon. Aytasizda, narxni bitta aytib turib, sirazi o'sha sotuvda bunaqasi so'zini ishlatasiz. Nechta aka deysiz? Ha? Misol uchun bitta mahsulotni eng afzal tomonini aytinglar. Ha? Buning afzal tomoni nima? Chidamli bakova. Yana. Ha? Beradi, nima? Ma'lumotni tartibda ko'prik ma'lumot beradi. Hisob qilaveradi. Ha. Ha. Hisoblar yaxshi keladi desanglar. Ko'p balki chorkam muammoda. Tez kelmaydi deymiz. Endi nimaki bo'lsa, Ha. sen olmani reklama qilsa vitaminlarini aytadi. Ha. Ular o'sha vitaminlar bor. Ha. Olma bu hazil ekan vitamin bo'lishi. Ha. Vitaminlarni gapiradi. Ha. Bu katta psixologiyada. To'ppadon. Bu suvga o'ta chidamli 250 ming so'm nechta pul? Nechta kerak? Misol tezda faqat. Ya'ni eng zo'r sifatini aytasizda, ha? Narxini pastroq aytib turib, aka nechta? Nechta odam? O'sha sirazi sotuvga ulashingiz kerak. Agar suvga chidamli 250 ming so'm desangiz, siz ham jim, u ham jim. Qani ko'ramizda, to'g'ri. O, jim bo'lishga sharoit qolmas. Aka nechta kerak? Nechta odam? Ras olib, davay, nima qilaylik? Bir korobkami, ikki korobkami, nechta, to'rttami, beshtami? Ulavering, u o'zi qarori ulanib ketish kerak. Jim bo'lib qoldingizmi, narx aytgandan keyin bu bilavering yutqizdi deyapsiz. Demak, narxdan keyin sirazi nechta? Qancha? Qanaqasidan? Sirazi o'zi olishga harakat qilavering. Ha, fikrini o'tkazib yuborishingiz kerak edi. Talamusdan ichiga urib yuborishingiz kerak edi. Qanaqa joy o'zi? Ha. Sirazi narxda aytdingizmi, o'sha sotuvga o'tish kerak. Gapingizdan. Demak, 3 ta nima bor? So'z ishlatasiz. Ya'ni xususiyatni ishlatasiz, ya'ni sifat, xususiyatni, xossani ishlatasiz, ha? Xususiyat, narxni ishlatasiz. Keyin sirazi sotuvga o'tkazishingiz kerak. Narx o'rtada qolib ketsin. Kichkina bo'lib, haligi. Ahamiyatsiz bo'lib qolib ketsin. 250 ming. Deb boshida ham ishtima yo'q, oxirida ham ishtima yo'q. Bo'lsa, siz ham jim, u ham jim bo'landa o'sha qaror qabul qilish o'zi boshlanadi. To'g'ri. Yurmay qoladi, ha, yurg'izirishingiz kerak. Narx aytishdan keyin albatta sotuvga o'tib ketishingiz kerak. Nechta? Bu nimalar hozir aytgangacha bozor, sesdagi bozorni tushunmaydi. Aka nechta deydi-yu. Ikkita deysiz, bo'ldi, sirasi ikkitani oldiga qo'yib qo'yadi. Bu hali nechligini so'ragan yo'q-da. Eslang. Keyin yana shunday narsa borki, men ham bir nimada ko'rdim YouTube'da. Tanlov masalan odatda serobda tanlov. O'ziga qo'yib narxni aytsizchi, 90% odam tanlovga qiynaladi. Hammamiz ham. Oddiy menyu qo'yib qo'ysa qanaqa ovqat yeyishda qiynalamiz-ku. Shu holatda unga siz gaplashib, qanaqa xona, qanaqa svetini qanaqa qilyapsiz, o'zi ular qancha muloqotda bo'lsangiz, o'sha u olish darajasi 70% ga oshadi. 70% mijoz gapirsin, 30% sotuvchi gapirsin dedik. Ha, bu qoida. Har doim mijoz gapirish kerak. Xo'p, endi keyingi etapda narxni aytdingiz, sotuvni aytdingiz, u e'tiroz bildirdi. Misol, e'tiroz kelib qoldi sizga. Qimmat, o'ylab ko'rishim kerak, qanaqa chiqarkin,
Palonchidan so'rab ko'raman, maslahat qilib ko'raman. Qanaqanday e'tiroz? E'tiroz sevish kerak. Misol uchun-da. E'tiroz aytdi-yu, siz ham o'zingizdan tushmang. Egardan tushmang demoqchiman-da. Otdan tushsangiz egardan tushmang misol. Bo'ldi, u aytdi-yu. Bo'ldi, rasvo bo'ldi hamma yo'q. Ko'chani ko'rsatib bor, nimasi kerak? E'tiroz xursand bo'ling. E'tiroz sevish kerak. E'tiroz sevgan sotuvchi o'sadi. Nimaga? Chunki ikkinchi e'tirozga yechim topadi-da. E'tiroz bildirgani sizni qalbingizga ilingan. Ha. U oladigan odam e'tiroz bildiradi. Shunaqa. Qizig'i yo'q bo'lsa e'tiroz bildiradi. Ha. Qimmat dedi. Misol, qavashi qimmat bo'ldi, misol. Bo'ldi, to'ppa-to'g'ri, haqiqatan qimmat. Deyishingiz shart. Yo'q, aka, qimmat emas, adashyapsiz. Deysiz, bo'ldi, u tamom, to'xtaydi. Unaqa. To'g'ri, aka, qimmat. O'zim ham kelib olmagan bo'lardim. Aytaymi shu gapni? O'zim ham olmagan bo'lardim lekin. Dinda, lekin endi uni asos haqida, xossasi haqida, endi uni qiymat haqida, qanday siz olib turgan narsani, u tarozini qo'yasiz-da. Masalan, tarozi bo'ladigan bo'lsa, mijozda tarozisi bo'ladi. Bakka pulni qo'yadi. Buni puli, ya'ni beradigan puli. Bakka qiymat qo'yadi. Mana buni pul, bu qiymat. Qiymat har doim nima bo'lish kerak uning uchun? Baland turish kerak. Pul pastroq turish kerak. Deb o'lchasangiz, qiymat baland turish kerak. Endi uni beradigan puliga qiymatni ko'tarishni boshlaysiz. Ya'ni mijoz nimani xohlaydi? Nima kerak unga? Qiymat ko'tarasiz, qiymat ko'tarasiz, qiymat ko'tarasiz. U qachonki beradigan puli oladigandan past bo'lsa, ya'ni oladigan ko'p bo'lsa, o'ldi. Sirazi olishni boshlaydi. To'g'ri, haqiqatan qimmat bo'lishi mumkin. Haqiqatan qimmat. Desa, bo'ldi, o'zini qiymatini ko'tarishni boshlaydi. Lekin yo'q desangiz, ming maqtamang, baribir yo'q deb uni qotindan qilib bo'ldingiz-da. Nima deydi? Cho'chitib bo'ldingiz. Cho'chitmas kerak. To'g'ri, qimmat. Qo'shilaman deb turib, keyin qiymatni ko'tarishni boshlash kerak. Xo'p. Demak, qiymat bo'yicha ishlaymiz. Xo'p. Keyingisi bo'ldi, olmayman degandek qildi. Misol. Tasavvur qiling, o'sha qaror qat'iy bo'lishi mumkin. Siz nima qilasiz? Keyingi uchrashuvda yoki keyingi kunda yoki keyingi etapda albatta kelishib olishingiz kerak. Bo'pti, sog' bo'ling. Emas, akajon telefon sachig'a ketsangiz bog'lanamiz. Ya'ni ma'lumot yangisi siz aytgan narsa bo'lsa, tashlab beramiz. Ma'lumotni tashlab beramiz. Ya'ni keyingi ko'rishingiz yoki aka men bugun nima? Bugun payshanba, shanba kuni telefon qilaman aka. Bo'ladimi? O'ylab ko'rgin, so'rab olaman. Sirazi nima qilish kerak ekan? Keyingi bosqichda kelishib olish kerak. Keyingi bosqich. Keyingi bosqich. Albatta, olmadimi? Keyingi bosqich bo'lishi kerak. Shunday cho'ppayib ketmasligi kerak. O'zi. Olmasa aka maslahatlashgan. Keyingi bosqichda nima qilasiz u bilan? Misol uchun shanba kuni qachon obedgacha qilaymi yoki obeddan keyin bir telefon qilib peshindan keyin. Umuman, aka telegramingizga shuni tashlab beraymi aka? Boshqa maqsadlar bor. Siz aytgan narsa bo'ldi. Topamiz. Yo'q, hokazo. Umuman, olmadimi? Bo'ldi. Keyingi bosqichda albatta qilishingiz kerak. O'sha siz uchun nima beradi? Sotuvda yana nima qilish mumkin? Yaratish mumkin. Albatta keyingi bosqich kelishib olish shart. Shunday ochiq qoldirib, ochiq yo'q qilib olmasligingiz kerak. Xo'p. Biz mana shu sotuvda mijoz bilan gaplashish, suhbatlashish skriptini tuzib chiqdik. Chiqartirib keldim ham. Bu skript shunaqaki mana aka tarqatib olasiz. Bu yerda mukammali yo'q. Mukammal emas. Bu prosta bitta texnika xolos. Bunda foydalanasizlar. Ya'ni sotuvchi mijoz bilan qanday kommunikatsiya, ya'ni suhbatlashadi. Lekin o'zlaringizniki agar effekt bergan bo'lsa, sifatli bo'lgan bo'lsa, marhamat, o'zingizga ishlating. Lekin bu eslatma. Agar qaysidir joylar bilmasalaring to'ldirish mumkin yoki eslatish mumkin. Qo'shimcha eslatma xolos. Bu narsa esingizdan chiqib qolmaydi. Moment esingizdan chiqib qolmasligi uchun, ya'ni eslatma. Va qo'llanma sotuv psixologiyasi bo'yicha 20 ta tavsiya berilgan bu yerda. Birinchi varog'imizda
suhbatlashish skripti. Suhbatlashish skripti. Ikkinchisida 20 ta qo'ldan orqasidan ham berasiz aka, ikkinchisini ham. Ha, eng oxiridan. Bittadan, ikkita berasiz. Birinchisi mana assalomu alaykum akajon. Me'mor qurilish do'konimizga xush kelibsiz. Albatta, hammani og'zidan shunaqa so'z chiqishi shart. Keyin yana bir nima? Doimiy mijozlarda ismi bilan murojaat Ha. To'ppa-to'g'ri. Hozir siz boshida gaplashdingiz, ism birinchi o'rinda. Mijoz bilan yaqinlashishning eng katta usuli. Bu birinchisimi, ishi anaqami, haligi doimiy mijozmi, farqi yo'q. Kirish bilan so'rab olishingiz ham mumkin. Akajon, ismingiz nima? Nima deb murojaat qilsam bo'ladi? o'zini ismi boshqacha. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni nima deb murojaat qilsam bo'ladi? Deysiz, ismini aytadi, bo'ldi. Hagi yana ism. Bu yerda imlo xatolar bo'lishi mumkin. Sizni gapirishingizga oson qilib qildik. Misol, qanaqa, qanday demadingiz, qana deb qo'ya qoldik. Sizlar qanday, qay tartibda demaysiz-ku, ha, gaplashing. Qana maqsadlar kerak deysiz. Xuddi shunaqa qilib biz tipa jargonroq qilib yozdikki, yana ham tilga moslashib ketishi uchun. Xo'p, bu bitta o'zlaring mustaqil o'rganib chiqasizlar. Endi bu yerda mana ikkinchisida sotuv psixologiyasi bo'yicha 20 ta bitta qo'llanma bor. Hammasi tushunarli. Ya'ni har doim sizda nima bo'lishi kerak? O'suvchanlik bunaqasi paydo bo'lib turishi kerak. Harakatlar. Demak, taklif, fikr, mulohaza albatta sotuvdan keyin yoki kunda oxirida albatta fikr mulohazalar bilan ulashishingiz kerak. Jamoa bilan yoki rahbarlar bilan yoki tepadagi jamoadagi insonlar bilan. Albatta fikr yangilik bo'lishi shart. Xo'p, qimmat degan so'zni ishlatish mumkin emas. Bu yerda qoida sifatida berilgan. Xo'p, hozir haligi nimaga ham